Bugungi protseduramiz full face botulotoksin protsedurasi bo'ladi. Bizning chiroyli qizimizni yanada go'zal qilamiz. Kosmetologlarimiz ko'rib olinglar tochkalarimizni. Hozir biz razmetkalar qo'ydik. Qaysi tochkalariga botulotoksinni yuboramiz. Shu krasotkadan mana shunday chiroyli Kleopatra bo'ladi. Keyingi jarayonimiz botulotoksinni inyeksiyasini shpritsga tortib olib yuboramiz. Jihatlar ko'karmadi, protsedurani bajarib bo'ldik. 10 kundan keyin judayam chiroyli rezultat ko'ramiz inshaalloh.